Assalomu alaykum. Bugun Isuzu yuk mashinasini remont qilamiz. Tormozini, kolodka va рабочий silindr qo'yamiz. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna esdan chiqmasin. Birinchi bo'lib palovni yechib olamiz. Boltlarni siraga malda turamiz. Keyin sekin tortib olamiz. Bu sanli qanchalik sanli palovs bilan birga chiqib keldi. Keyin siraga anasi bor, shaybasi bor, uni yechib olamiz 10 boltdan. Yechib oldik. Yechib olishimiz bilan olamiz shaybani. Shaybani olgandan keyin orqasida gaykasi bo'ladi. Gaykani zubili malda qoqtirib uramiz, bo'shaydi. Kulchasi to'singlar ham bo'ladi bunga. Bir marta o'sib olganlardan keyin shuni qo'lda aylanib chiqib keladi. Keyin pachimigini olamiz. Keyin baraban sug'urib olamiz. Baraban sug'urib olishdan oldin tormozlarni bo'shatib olaylik. Mana tirshotka ketgan, ishlamayapti, qotib qolgan. Mana old tomonda 18 gayka, keyin trubkalar yechib olamiz tirshotkasini. Mana tirshotkasini ham yangi qo'yib oldik. Kolodkalar yangi qo'yilgan. Hammasi joy-joyiga qo'yildi. Endi buni yopsak ham bo'laveradi. Sekin ko'taramiz, joyiga tiqamiz, plotni o'zgarib ketadi. Oxirigacha kirgizib o'raylik. Keyin joyiga tiqib bo'lgandan keyin pachmini olamiz. Uni saldur qilamiz. Обязательно qilish kerak. Pachmini ketib qoladi bo'lmasa. Saldurni kam qilish kerak emas, yaxshilab qilish kerak. Palov moylarini ham tekshirish kerak. Ichida moy bormi, yo'qmi? Bo'lmasa ham yomon bo'ladi. Reduktor to'plashi mumkin. Pachmini yog'ilishdan oldin yaxshilab tozalab olaylik. Aboymalarni ham tekshirib ketganmi, yo'qmi? Joyiga solaylik, keyin ham plotning joyiga kiradi, urish shart emas. Keyin gaykasini olamiz va qo'lda ildira olamiz. Qo'lda ildirmasangiz lizasi ketib qolishi mumkin. Qotguncha qotirib olamiz. Undan keyin zubila va maltok bilan yana joyiga qisamiz. Qattiq qisib olamiz oxirigacha. Undan keyin bo'shatsak bo'ldi. O'zi yaxshi aylanish kerak. Pachminizni shanaqa lift bo'lishi kerak emas. Qamlatib ko'ramiz barabarni. Keyin shaybasini olamiz. Bolt joyini to'g'rilaymiz. Tishini tiqamiz joyiga. Boltlarni joyiga qotiramiz, yaxshilab qotiramiz. Bo'sh bo'lishi kerak emas. Ikkita boltni ham qotiraylik, bittasini qotirib, asashi qolmasin. Boltni joyi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni yo qisinglar yo bo'shatinglar, holatiga qarab. Gaykani qilasizlar, orqasidagi gaykani. Aylantirib ko'ramiz, yaxshi yengil aylanishi kerak. Keyin salligini joyiga qo'yamiz. Sallikni iloji boricha qo'lning yonboshlarigacha kelmaydi, qilaylik. Tashqaridan qilsa ham o'shani o'zi ketadi. Salli ketganini ham qarab qo'yaylik.
Kosmetika ham kam emas, normalniy hidlaydi. Ko'p ham bo'lib ketmasin deb. Bo'lmasa yog'oq qo'zg'arish mumkin. Boshqa mashinani ham tuzatish ishlari ajoyib qiziqayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishinglar mumkin. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, like va obuna esdan chiqmasin. Balon joyiga qo'lifli tashlaysizlar. Vtulkalarni qo'yish esdan chiqmasin. Agar joyga mindigan bo'lsangiz, asal urishida bo'ladi yonboshda. O'sha joyga zo'r yopishib turadi. Qaysi ishlarni o'zbekchasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz videoni qo'llab-quvvatsanglar, hammasini olib chiqamiz. Mana qilib oldik. Tayyor, keyin tormoz kalutkalarni tortamiz. Video shu bilan tamom. Rahmat hammaga.